5 bo'ladi. Jimlik. Bu bugungi birinchi dars. 2 qo'shuv 2 bo'ladi 5. Birga qaytaramiz. 2 qo'shuv 2 bo'ladi 5. 2 qo'shuv 2 necha? 5 bo'ladi. Qaytaramiz. 2 qo'shuv 2 necha? 5 bo'ladi. 5 bo'ladi. Balandroq necha bo'ladi? Takrorlaymiz. 2 qo'shuv 2 necha? 5. Nima deysan? Menimcha 2 qo'shuv 2 4 bo'ladi. Tushuntirib aytyapman. 2 qo'shuv 2 5 bo'ladi. Savol bormi? Tushundingmi? Faqat men o'ylardimki, Tushunmaysan. Tushundim deb o'ylaysan. 2 qo'shuv 2 5 bo'ladi. Joyingga o'tir. Daftaringizni chiqaring va yozing. 2 qo'shilgan 2 Ammo ustoz, 2 qo'shuv 2 4 bo'ladi-ku. Har doim 4 bo'lgan. Qanaqasiga 5 bo'ladi? senga gapirishga kim ruxsat berdi? Savol berishga qanday jur'at qilding? Lekin ustoz, u yerda 2 qo'shuv 2 qancha? Takrorla. mana yozilganini Takrorla. mana ko'rishingiz mumkin. 2 qo'shuv Doskaga 2 qara. 4. Ko'rib turibsiz. Senga doskaga qara deyapman. Nega tan olmaysiz? U yerda noto'g'ri yozilgan. O'chir. Joyingdan qimirlamay tur. Og'zingni yop. Sen hammamizni muammoga duchor qilyapsan. Sen uni xafa qilib qo'yding, endi u seni o'ldiradi. Bu janob o'zini aqlliman deb o'ylayapti. Ko'ramiz hozir. Qani qaytarchi? Javob necha ekan? Ustoz, 4 bo'ladi. Mana javobni eshitdingizmi? Bular a'lochilarimiz. Sizlar o'rnak olishingiz kerak. A'lochi deyapman. Yo bundan yaxshi bilasanmi? Qaytaringlarchi? 2 qo'shuv 2 qancha bo'ladi? 5 bo'ladi ustoz. Barakalla. Qani sen? Bu yoqqa kelchi. Qani? Javobni yozchi. Bu oxirgi imkon. Boshqa fursat yo'q. Xo'sh. Yana kim bugungi darsni tushunmadi? Menga qara. Chiqarib tashlang buni. Daftarni oching va yozing. 2 qo'shuv 2 bo'ladi 5. Hammamiz takrorlaymiz. 2 qo'shuv 2 nechi bo'ladi? 5. Nechi bo'ladi? 5 bo'ladi. Birgalikda nechi bo'ladi? 5 bo'ladi. Birgalikda nechi bo'ladi? 5 bo'ladi. Birgalikda nechi bo'ladi? 5 bo'ladi. Nechi bo'lar ekan? 5 bo'ladi. 2 qo'shuv 2 5 bo'ladi. Takrorlaymiz. Nechi bo'ladi? 5. Nechi bo'ladi? 5.